Xo'p. Essiy mavzusi demokratiyalar tamoyillari hozirgi kunning eng ommalashgan tizimidir. Bizga hozirgi birinchi o'rinda mavzuni tushunib olishimiz kerak. Ya'ni berilayotgan essiy mavzusida nima so'ralyapti? Xo'p, birinchi qatorda sizga berilyapti. Qanaqa davlat tamoyillari, demokratik davlat tamoyillari. Endi qarang, siz bu bo'yicha birinchi o'rinda tushuncha bilib olishingiz kerak. Demokratik davlat tamoyillari nima? Hozirgi kunda yurtimiz ham demokratik davlat tamoyillarini ilgari surayotgan mamlakat hisoblanadi. Demokrat degani bu demos xalq, kratos hokimiyat bo'lib, xalq hokimiyatchiligiga asoslangan tizim. Ya'ni bu yerda fuqarolar va davlat birgalikda siyosat olib borishi degan. Tushundingizmi? Ya'ni umumiy davlat tizimi mana shunday shaklda qurilgan bo'ladi. Ya'ni fuqarolar takliflari ham inobatga olinishi kerak bo'ladi. Misol uchun tasavvur qiling, biz saylov tizimi bormi? Bizda fuqarolar tomonidan saylab qo'yiladi. Prezident ismi yoki deputatlar ismi hammasi saylov tizimi bilan bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni xalqning aralashuvi bilan birgalikda mana shu demokratik davlat tamoyil tizimlari deyiladi. Ya'ni xalq bilan birgalikda. Endi tushunoldik bu mavzuni, ya'ni dunyoda hozirgi kunda demokratik davlat tamoyillari eng ommalashgan bu tizim bo'ladi mamlakatlar orasida. Endi qarang, ikki xil tomon vakillarining fikri beriladi bu bo'yicha. Ya'ni mana shu fikr bo'yicha ikki xil tomon vakillarining o'zaro fikrlari bor. Siz o'shani yoritib berishingiz kerak. Xo'p, ikki tomon fikrlari nima deyapti tushunib olishingiz kerak. Qarang. Ayrim insonlar bunday davlatda, ya'ni bunday davlat demokratik davlat, to'g'rimi? Hozir misol uchun o'zimiz jamiyatimizda ham bo'ladigan bo'lsa, bunday davlatda nimani berishni? So'z erkinligini fuqarolarga to'laligicha berish kerak deyishsa. Endi qarang, kimdirlar aytayapti, ya'ni toifa vakillari ikki xil tomonga bo'linyapti. Ya'ni ayrimlar aytayapti, so'z erkinligini fuqarolarga to'laligicha berish kerak deyapti. Ya'ni bu yerda bizda har qanday erkinlik bor. Vijdon erkinligi, so'z erkinligi, diniy erkinlik, to'g'rimi? Har qanday erkinligimiz bor. Xohlagan dinga e'tiqod qilish mumkin. Undan tashqari so'z erkinligi degan narsamiz ham bor. Biz jamiyatimizda bo'layotgan qanaqadir muammolarga yoki voqealarga o'zimizning munosabatimizni, fikrimizni bildira olamiz va shunaqa erkinlik bizda bor. Ya'ni kimdir aytayapti, so'z erkinligini demak fuqarolarga berish kerak deyapti. Lekin ayrim insonlar bor, ayrimlar unga ma'lum cheklov qo'yish kerak deydi. Ya'ni unga degani nima u? So'z erkinligiga. Tushundingizmi? Aytibdi, kimdir aytibdi, yo'q, so'z erkinligi fuqarolarga to'laligicha berish kerak emas, unga ayrim ma'lum cheklovlar bo'lishi kerak deyapti. Tushundingizmi? Demak, endi ikkita toifa insonlar bor. Ayrimlar so'z erkinligini beraylik deyapti fuqarolarga, ayrimlar esa yo'q, cheklov qo'yaylik deyapti. Endi nima uchun mana shunday yozish kerakligini, ya'ni nima uchun bunday deyotganligini siz ochib berishingiz kerak. Tushunarlimi? Demak, essiy mavzusi ham tushunarlimi? Har doim misol uchun qo'lingizga boya test varaq berilganda, boya imtihon kirganda, test varaqni ochib, birinchi o'rin savolni ishlamasdan oldin essiyni ko'rib oling. Essiy boya daftaringizning eng oxirida berib qo'yadi, mavzu beriladi. Mavzuni bir o'qib olasiz, o'qib olganingizdan keyin o'qigandan tashqari tushunib oling nima so'rayotganligini va tushunib bo'lganingizdan keyin o'sha savolni ishlab boshlayverasiz. Insonda shu narsa bo'ladi, boyagi orqa miya bu old miya ishlash jarayonida sizga kerakli ma'lumotni to'plab yig'ib turaveradi mana bu. Tushundingizmi? Miya ishlaydi, keyin test ishlab esiga o'tganingizdan so'ng boyagi ma'lumotlar o'z-o'zidan paydo bo'lib, mana shu mavzu bo'yicha sizda fikr uje yig'ilib turgan bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, endi boshlaymiz. Mavzuni tushundik, to'g'rimi? Demokratik davlatda so'z erkinligini berish yoki cheklov qo'yish. Tushunarlimi? Endi boshlaymiz. Xo'p, bizda essiyimiz quyidagi 3 xil qolipga bo'linadi. 3 xil qolip yozishingiz kerak. Birinchisi kirish qismi deyiladi. 3 ta qismni yozasiz. Kirish qismi yoziladi. Ikkinchisi esa asosiy qismi yoziladi. Uchinchisida esa xulosa qismi yoziladi. Xulosa. Tushundingizmi? Demak, 3 xil qism bilan yozishingiz kerak. Siz essiyni mana shunday yaklashsiz. Demak, boshladik. Xo'p. Umumiy hisobda birinchi o'ringa qo'yib olishingiz kerak. Essiyda boyagi ma'lumotlarni to'plab olmasdan turib, ko'r-ko'rona yozishni boshlab ketavermang. O'ylab oling. Ya'ni bir 5 minut, 10 minut o'ylasangiz, boyagi, ya'ni mana shu mavzu bo'yicha sizda miyangizda ma'lumot yig'iladi. Yig'ilgandan so'ng uni boyagi tartib bilan yozib ketaverishingiz kerak. Tushundingizmi? Demak, mavzuni hozir tushunib oldik. Endi shu bo'yicha kirish qismini yozishingiz kerak. Endi qarang, mana shu 3 ta qolip to'liq bir o'zining ichki qoliplarga ham bo'lishimiz kerak. Demak, boshlaylik. Umumiy essiyimizda biz foydalanishimiz kerak 200 ta va 300 ta so'z oralig'ida. Tushundingizmi? 200 ta va 300 ta so'z bo'lishi kerak. 300 tadan ko'payib qolmaslik kerak. 200 tadan kamayib qolmaslik kerak. Tushunarlimi? O'rta minimal hisobga turib 250, 280 atrofida yozsangiz bo'ladi essiyingizni. Agar 300 tadan o'tib ketsa nima bo'ladi? Birinchidan mantiqiylik buziladi. Ikkinchidan sizga berilgan listga sig'dira olmaysiz uni.
Sizga bitta list berib, old va orqa tomoniga boyagi o'sha yozilgan essengizni to'ldirib berishingiz kerak. Tushunarlimi? Mana shu narsa bo'ladi. Agar 2 so'zdan kam qoladigan bo'lsa, siz to'liq yoritib bera olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun to'liq yoritib berish uchun nisbatan 2 so'zdan ko'proq so'zdan foydalanishingiz kerak. Tushundingizmi? Tamom. Endi kattaroq ball olish uchun esingizdan sizga qolib ham aynan bo'ysunishi kerak. Ya'ni qolibda ham to'liq shaklda yozgan bo'lishingiz kerak. Kattaroq ball olishingiz uchun. Endi qarang, qanday bo'ladi? Kirish qismingizga qarang. Kirish qismida 30 yoki 40 ta so'z bo'lishi kerak. 40 ta so'z. Tushunarlimi? Kirish qismining o'zi 30 ta va 40 ta so'z bo'lishi kerak. Xulosa qismingizda esa 20 ta 30 ta so'z bo'lishi kerak. Bundan bir ikkita kam bo'lsa bo'laveradi, hech nima qilmaydi. Bir ikkita ko'p bo'lsa hech nima qilmaydi. Ya'ni 20 va 30 ga atrofida bo'lishi kerak. Mana bu asosiy qismni qo'yibdi. Misol uchun deylik, mana bundan 30 ta oldingiz, to'g'rimi? Mana bu yerdan 40 ta yozdingiz, mana maksimal hisoblaylik. 40 ta so'z yozdingiz kirishga, 30 ta so'z yozdingiz xulosaga. 70 ta bo'ldimi? 280 ta deylik. 280 tadan 70 dan 210 talar qolyaptimi? 210 ta so'zni 210 ta so'zni siz asosiy qismiga yozishingiz kerak. Tushunarlimi? Endi ularni ham qolipdan tushuntirib beraman. Boshlaylik. Kirish qismidan boshlaymiz birinchisi. Endi bizda yana bitta narsa bor, abzas degan narsa bor, xat boshi. 5 ta xat boshini bo'lishi kerak. Agar xat boshingiz 4 ta bo'lsa ham balingiz tushib ketadi, 6 ta bo'lsa ham balingiz tushib ketadi. Shuning uchun 5 ta. Tushunarlimi? 5 dan kamda ko'p bo'lib qolmasligi kerak. Endi bu abzas qanday yozamiz? Qarang. Kirish qismingizni bitta abzasga sig'dirib yozishingiz kerak. Tushundingizmi? Ya'ni 30 ta 40 ta so'z bo'lishi kerak dedi-ku kirish qismi. O'shani bitta abzasga sig'dirishingiz kerak. Endi xulosa qismidagi 20 ta 30 ta so'zni ham bitta abzasga sig'dirishingiz kerak. Sig'dirishimiz o'sha bitta abzasga yozib ketaverasiz. Endi bitta abzas kirish, bitta abzas xulosa bo'lganidan so'ng nechta qolyapti? 3 ta qolyapti. Asosiy qismini 3 ta abzasga bo'lib yozishimiz kerak. Tushunarlimi? Mana shunday shaklda bo'ladi. Ya'ni umumiy qolip bo'yicha ketaveradi. Siz o'sha qoliplardan chiqmasdan turib yozsangiz, balingiz ham shunga yarasha yaxshigina bo'lib ketaveradi. Tushunarlimi? Agar qolipdan chiqsangiz, abzaslaringiz soni kamaysa, yoki ko'paysa, yoki so'zlaringiz miqdori kamdan ko'payib ketadigan bo'lsa, balingiz ham xuddi shunga yarasha bo'ladi. Tushunarlimi? Shuning uchun qolipga bo'ysuning, qolip chiqarib bermaymiz. Demak, endi boshlaymiz. Kirish qismidan boshlaymiz. Kirish qismi, xo'p boshlaylik. 30 ta 40 ta so'zni endi uni qanday yozish kerak? Kirishning sizga qolipini tushuntiraman, qarang. Eng sodda qolip bo'ladi. Mana bu mavzu turibdi, to'g'rimi? Mavzu turibdi. Bizga har bir ikki tomonning fikri beriladi. Ikki tomonning fikrini olib qolasiz va yuqoridagi berilgan fikrni olib tashlaysiz. Ya'ni birinchi qator borki, demokratik davlat tamoyillari hozirgi kunning eng ommalashgan tizimidir. Shuni olib tashlaysiz, uning o'rniga boshqa shu mavzudagi gapni qo'yib, shu ma'nodagi boshqa bir jumlani qo'yib, keyin davomida mana bu shuni ko'chirib qo'yasiz. Tushunarlimi? Misol uchun qarang, kirish qismini boshlab yozib o'tiramiz. Ya'ni birinchisi esse berildimi? Siz bitta abzas tashlab turib, mana bu misol uchun to'g'ri chizib bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan boshlab turib kirish qismini yozib ketaverasiz. Tushunarlimi? Mana buni davom ettiramiz. Endi qanday yozamiz buni qarang. Xo'p, demokratik davlat tamoyillari degan mana shu birinchini olib tashlaymiz. Qanday jumla qo'yamiz? Xo'p, bizga umumiy ma'nomiz hozir so'z erkinligimi? To'g'rimi? Endi boshlaymiz qarang. Siz tepadan qanday boshlaysiz? Xo'p, demokratik davlat albatta xalq bilan birgalikda quriladigan jamiyat tizimidir. Bunday jamiyatda bo'ldi, qarang. Soddagina, qisqagina so'z qo'yasiz boshiga. Tushundingizmi? Kirishdan boshlaysiz. Qarang. Demokratik davlat tamoyillari bu xalq bilan birgalikda olib boriladigan tizim bo'lib, bunda xalqqa ko'plab erkinliklar beriladi. Tushundingizmi? Birinchi qator. Endi davomida siz mana bu ikkitani shundaygina ko'chirib qo'yasiz pastga, kirish qismiga. Ayrim insonlar bunday davlatda so'z erkinligini fuqarolarga to'lig'icha berish kerak deyishsa, ayrimlar bunga ma'lum cheklov qo'yish kerak deydi. Bo'ldi, kirish qismini tugatdi. Tushundingizmi? Kirish qismi qanday yozish kerakligini? Demak, ikkita qismini tashlab qo'yasiz, ya'ni olasiz va uning tepasidagi mana bu jumlani olib tashlab, boshqa jumla qo'yib, o'sha jumlangiz ham mana bunga tushishi kerak. Tushundingizmi? Boya aytdik-ku, demokratik davlat tamoyillari boya xalq bilan birgalikda qurilgan jamiyat bo'lib, bunda xalqqa juda ko'plab erkinliklar berilgan. Tushundingizmi? Ko'plab erkinliklar berilgan. Endi tomonga qaraysiz. Ayrim insonlar bunday davlatda so'z erkinligini, aynan bizga urg'u so'z erkinligini beradi, tushundingizmi? So'z erkinligi fuqaroga to'lig'icha berish kerak deysa, ayrimlar bunga cheklov qo'yish kerak deydi. Bo'ldi, kirish tugadi. Tushundingizmi? Kirish qanday yozish kerak? Qiyin emas, oddiy shaklda bo'ladi. Ikkita tomonni saqlab qolib, yuqorini olib tashlab, boshqa jumla qo'yasiz. Bo'ldi, shuning o'zini bitta abzasga sig'dirishingiz kerak. Tamom, tushunarlimi? Shu. Endi asosiy qismga o'tasiz. Kirish muammo emas. Endi asosiy qismga o'tamiz. Asosiy qismda 3 ta abzas bo'lish kerakmi? Endi biz 3 ta abzasni qanday yozishimiz kerak qani? Sizga o'sha narsani bo'lib beraman hozir.
Uchta abzasda, demak, birinchi abzasga siz birinchi tomon fikrni yozasiz. Birinchi tomon fikr. Xo'p, qarang. Ko'pchilik aytadi, sen deydi birinchi o'rinda mana bu yerda deydi qaysi tomonda ekanligingni bilib ol deb aytadi va keyin o'sha tomoningda bo'lgan ikkinchi abzasga yozib, tomoning bo'lmaganini birinchi abzasga yozasan. Agar misol uchun siz mana bu tarafdamisiz, ya'ni so'z erkinligini fuqarolarga to'lig'icha berish kerak deb fikrlaysizmi? Siz uni deydi ikkinchi abzasga olib qo'ying deydi, birinchi abzasga mana buni yozing deydi. Yo'q, hech qachon unday qilmang. Qanday qolipda berilgan bo'lsa, o'shani qolipda yozing. Ya'ni birinchi tomon fikri, nima ekan birinchi tomon fikri? Yuqoridagi fikrmi? Siz o'sha fikrda bo'lsangiz ham bir tomonga yozingiz kerak, birinchi tomonga. Tushundingizmi? Ya'ni demak birinchi tomon fikri so'z erkinligini berish kerak bo'yicha ekan. O'shani yozasiz. Tushundingizmi? Endi uni qanday yozishni ham hozir tushuntiraman. Endi ikkinchi abzasni qanday yozamiz? Ya'ni asosiy qismning ikkinchi abzasi qaysi tomon fikrlari? Ikkinchi tomon fikrini yozingiz kerak. Ikkinchi tomon fikri. Tushundingizmi? Bo'ldi. Endi uchta abzasning uchinchi abzasida esa qarang. Uchinchi abzasda siz qarang, birinchi ikkinchi tomon fikr ketdimi? Endi siz shaxsiy fikrni yozasiz. Ya'ni yuqoridagi ikkita toifadagi insonlarning siz qaysi biriga qo'shilasiz? O'sha o'zingizning shaxsiy fikringiz bo'lishi kerak. Tushunarmi? Agar shaxsiy fikringiz bo'lmaydigan bo'lsa, boyga essengizdan ko'p katta ball umid qilmaymiz. Shuning uchun shaxsiy fikr bo'lishi shart. Esse so'zining ma'nosi o'zi berilayotgan mavzu bo'yicha shaxsning o'zining shaxsiy fikrini ochib berish degan narsa. Tushundingizmi? Shuning uchun sizda eng muhim narsa shaxsiy fikr bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Demak, 3 ta abzasni tushundingizmi? Endi bizda nechta so'z bor edi? 210 ta so'zmidi? Siz 210 ta asosiydagi so'zni 3 ta abzasga teng bo'lib chiqishingiz kerak. Nechtadan tushadi? 70 tadan. Demak, siz birinchi abzasga 70 so'z, ikkinchi abzasga ham 70 ta so'z, uchinchi abzas, ya'ni shaxsiy fikringizga ham 70 ta so'z yozishingiz kerak bo'ladi. Agar siz birinchi abzasni ko'paytirib 110 ta so'zni qo'llab qo'ysangiz, yana mana bularga shuncha fikr yozsangiz, o'sha bo'ldi. Shunlar varangiz to'lib, shaxsiy va xulosa qismlaringizga joy qolmasligi mumkin. Shuning uchun qarang, o'zi 70 ta dona limit beryapti sizga. Limit bilamiz, cheklov. Sizga 70 ta so'z beryapti, mayli 68 ta, 69 ta qilsangiz ham bo'ladi. 75 ta ham qilsangiz bo'ladi. Farqi o'sha 70 ta atrofida bo'lsin. Va endi 70 so'z bu ko'p emas, bu kam bo'ladi. Demak, siz o'sha so'z atrofida yozishingiz kerak bo'lganligi uchun fikrlar juda ko'p. O'sha ko'p fikrni siz bunday siqib eng muhimlarini, eng keraklisini yozishingiz kerak. Tushunarlimi? Ikkinchi abzas ham xuddi shunday. Shaxsiy fikringiz ham. Sizning fikringiz misol uchun juda ko'pdir bu fikr bo'yicha. Ya'ni o'zingiz qo'shiladigan tomon bo'yicha juda ko'p fikrga ega bo'lishingiz mumkin. Uni yozishingiz uchun sizga bir 3 ta daftar yoki 4 ta daftar ketib qolishi mumkin. Shuning uchun sizga unaqa bizda yo'q, nima deydi, berilgan joy yo'q. Shuning uchun joyingiz cheklangan bo'lganligi uchun o'sha 70 ta so'z yozishingiz kerak. Uni ham boya shaxsiy fikringiz eng muhimlarini, ortiqcha narsalarni qo'llamasdan faqat kerakli narsani yozishingiz kerak. Tushunarlimi? Endi boshlaymiz. Qarang, boshlaymiz. Asosiy qismning birinchi abzasi qaysi tomon fikri? Birinchi tomon fikri. Endi boshlaymiz. Birinchi tomonning fikriga ular nima uchun o'shanaqa fikrda ekanligini yozasiz va plus unga bitta dalil qo'shasiz. Tushundingizmi? Demak, nima uchun birinchi tomon shu fikrda va unga mos bo'lgan bitta dalil. Tushunarlimi? Va agarda ikkalasi qisqa bo'ladigan bo'lsa, yana bitta fikr aytib, plus unga yana bitta dalil keltirishingiz shart. Tushundingizmi? Chunki esse tekshiruvchi shaxs sizning essengizni tekshirayotgan paytda ball qo'yishda qaraydi. Essedagi ikkita tomon fikr dalillanganmi degan hukm bor. Agar ha, dalillangan bo'lib sizning essengiz dalillar bo'lsa, ballingizga ball qo'shiladi, ya'ni bu essengiz ball qo'shiladi. Agar yo'q, dalillanmagan bo'lsa yoki dalillaringiz vaziyatga tushmagan bo'lsa, qarang, dalilingiz bo'lsa-yu, lekin mana bu aytilayotgan gapga tushmaydigan bo'lsa ham ballingiz pastga ketaveradi. Shuning uchun, demak, qo'llagan dalilimiz nimaga mos bo'lishi shart? Fikrga mos bo'lishi shart. Tushunarlimi? Demak, endi boshladik. Birinchi tomonning fikri qanday yoziladi? Qarang, hozir tushuntiraman sizga. Xo'p, boshladik. Birinchi tomon fikri, ayrim insonlar bunday davlatda so'z erkinligini fuqarolarga to'ladigicha berish kerak deyapti, to'g'rimi? Endi boshlaymiz, qarang. Siz birinchi tomon fikrni, ya'ni abzasdan boshlaymiz, to'g'rimi? Abzasdan boshlab turib, endi jumlani boshlaganingizda bir chiroyli jumla bilan boshlasangiz yaxshiroq chiqadi. Ya'ni qanaqadir bir sitata bilanmi yoki maqol bilanmi yoki bir hikmatli so'zmi, qanaqadir bir chiroyli jumla bilan boshlashingiz kerak. Agar qo'lla olmasangiz, unaqa narsani yozmak shart emas.
buzib qo'yishingiz mumkin. Yo'q, qo'llayman deb kimdirlar qarang, ko'p joylarda aytadi, maqol yozdilar. Mana birinchi tomonning fikriga mana bu maqollar tushadi. Yo'q, unaqa narsa qilmang hech qachon. Tushundingizmi? Ya'ni o'zingizdagi bir chiroyli jumla toping, o'sha jumla bilan yozsangiz bo'ladi. Agar mabodo shunaqa jumla topa olmadingizmi, yozmang. Shunchaki birinchi tomonning fikrini yozib ketaverasiz. Endi mana shu fikr bo'yicha men aytaman sizga, qarang. So'z erkinligini fuqarolarga berish kerakmi? Boshladik. Abzas qo'yasiz. Birinchi tomon fikri boshlandi. Demak, gap insonning erki haqida borar ekan, tushundingizmi? Voy, gapni chiroyli jumla bilan boshlab ketaverasiz. O'sha erkinlik, aynan so'z erkinligi bo'yicha. Gap inson erki haqida borar ekan, albatta har bir insonga bunday ne'mat tug'ilganidan berilgan. Tushundingizmi? Ya'ni tug'ilganimizdan bizga erkinlik berilgan. Ya'ni kimdir bizning erkinligimiz yoki boshqa narsamizni cheklashga haqqi yo'q hech kimning. Demak, inson tug'ilgandan boshlab shunaqa erkinlik bergan ekan, albatta so'z erkinligi fuqarolar uchun eng muhim narsalardan biridir. To'g'rimi? Endi, xo'p, eng muhim narsalardan biridir. Chunki nima uchun fuqarolarda so'z erkinligi bo'lishi kerakligini yozib berishingiz kerak. Chunki agar hukumat chiqargan biror qarorga, tushundingizmi? Hukumat chiqargan biror qarorga, u qaror aholi manfaatiga to'g'ri kelmasligi mumkin. To'g'rimi? Demak, aholi manfaatiga to'g'ri kelmagan vaziyatlarda boyagi insonlar, ya'ni fuqarolar o'z erkinligidan foydalanib, hukumatga o'zining boyagi fikrini va taklifini bildira olishi kerak va hukumat ham bularning, ya'ni aholining talablariga moslab uni yengillashtirish kerak yoki o'zgartirish kiritish kerak, shunaqa qilib berish kerak. Shuning uchun, ya'ni mana shunaqa narsani yengillashtirib berish kerakligini aytish uchun ham insonda nima kerak? So'z erkinligi kerak. Demak, boshlaymiz. Gap inson erki haqida borar ekan, bunday erkinlik albatta insonga tug'ilishidanoq berilgan. Xo'p, so'z erkinligi ham bunday erkinlikning eng muhim jihatlaridan biridir. Chunki fuqarolarga nisbatan davlat chiqarayotgan biror qaroriga insonlarning o'z fikrini bildira olishi va u qarorlarning aholi fuqarolar manfaatiga moslashtirilgan holatda o'zgartirishni talab qilish kerakligi uchun ham nima keraklik deyiladi? So'z erkinligi kerak deyishadi degan joy bo'lsin keyin. Qarang, deyishadi deb oxirida. Chunki qarang, bu kimning fikri? Ya'ni ularning fikri, sizniki emas. Deyishadi deyishingiz kerak. Tushunarlimi? Endi shunga mos fikr ketdimi? To'g'ri fikrmi bu? Bizga so'z erkinlik nima uchun kerak bundan boshqa? Qarang, mana tasavvur hammamiz fuqaromiz. Bizga so'z erkinlik nima uchun kerak? So'sha qayergadir chiqib bir ashula aytish uchunmi? Yoki ko'chada kimlardandir gaplashish uchunmi? Yo'q, yoki uyimizda kimlardan gaplashish uchun emas. Albatta o'sha bo'layotgan jamiyatimizdagi siyosatga o'zimizning fikrimizni bildira olish uchun kerak so'z erkinligi. Tushunarlimi? Demak, fikr to'g'rimi? Endi shunga mos bo'lgan bitta nima kerak sizga? Dalil kerak. Endi masalan deysiz, masalan, Xorvatiyada 2018-yilda hukumatning fuqarolar manfaatiga to'g'ri kelmaydigan chiqargan biror qarori sababli fuqarolar o'zining shaxsiy fikrlarini aytib, hukumatning bu qarorining aholi manfaatiga moslab yengillashtirishiga sababchi bo'ldi va bundan aholi ham hukumat ham birday manfaatdor bo'la oldi. Bo'ldi, tamom. Birinchi qism tugadi. Ya'ni birinchi tomon fikri tugadi. Qarang, hozir aytgan dalilimiz fikrimizga mosmi? Ya'ni fuqarolar davlatga o'zining fikrini aytib, qarorni yengillashtirdimi Xorvatiyada? Demak, dalil mana shunaqa hayotiy misoldan kelishi kerak. Tushunarlimi? Agar siz dalilni oldi-qoch qilsangiz, qo'shnimiz shu kishi nimadirdan qildi desangiz, bo'ldi, ketdi bu. Dalilingiz sayozlanib ketaveradi, boyagi mantiqiylik pasayib, balangiz ham shunga yarasha bo'lar ekan. Tushundingizmi? Demak, qo'llanayotgan dalilimiz nisbatan eng kattaroq shaklga ega bo'lgan va ko'proq jahon miqyosiga nisbatan qo'llasangiz to'g'ri bo'ladi. Shunday mavzular bor. Jahon miqyosiga chiqa olmaysiz. O'zimiz O'zbekiston siyosatiga oid bo'lganda, unda o'zimizdagi eng katta misollarni qo'llashingiz kerak. Tushunarlimi? Shu. Tushuningizda birinchi tomon fikrni. Endi ikkinchi yana bitta fikr dalil yozish shart emas, chunki yozgan fikr va dalilimiz o'zi yaxshigina bo'ldi. Tushundingizmi? Endi siz shu joyda ikkinchi abzasga o'tasiz va qaysi tomon fikrni yozasiz? Ikkinchi tomon fikrni. Endi ikkinchi tomon fikrni yozishda ham siz bitta fikr yozasiz va o'sha fikrga mos bo'lgan nima yozishingiz kerak? Dalil yozishingiz kerak. Tushunarlimi? Agar bu yozgan narsangiz kichikroq bo'ladigan bo'lsa, hajmi, yana bitta fikr yozib yuborib, undan keyin yana bitta dalil qo'llashingiz kerak va ochib berishingiz kerak mavzuni. Tushunarlimi? Endi boshlaymiz. Endi ikkinchi tomon qanaqa fikr deydi? Ayrimlar bunga ma'lum cheklov qo'yish kerak deydi. Endi shoshmang. Siz, misol uchun, mana shu yerda o'tirgan hammamiz
bizning so'z erkinligimizga hukumatning cheklov qo'yib qo'ysa rozi bo'lamizmi? Tasavvur qiling, bizning erkimizni cheklab qo'ydi hukumat. Yaxshimi? Yo'q, biz misol uchun norozi bo'lamiz bu narsaga, to'g'rimi? Hech kim o'zining erkinligini cheklanishini xohlamaydimi? Endi shoshmang, lekin kimdirlar nima deyapti? Ma'lum cheklov qo'yaylik deyapti. Endi o'ylab ko'ramiz, mantiqat o'ylashingiz kerak shu joyda. Bunday gapni kimlar aytadi? Hukumat vakillari aytadi. Chunki tasavvur qiling, oddiy fuqarolar bizning erkinligimizni cheklanglar demaydimi hukumatga borib? Demaydi. Erkinlik bering desa deydi, lekin cheklang demaydi. Cheklash kerak deydiganlar asosan hukumat vakillari. Nima uchun? Sababi tasavvur qilaylik, boyagi hukumat vakili albatta davlatni rivojlantirish uchun siyosat olib boradimi? O'sha olib boradigan siyosat davomida boyagi turli xil qarorlar qabul qilish kerak bo'lib qoladi, to'g'rimi? Ayrim qarorlar keskinroq, ayrim qarorlar yumshoqroq, xullas o'shani har xil qarorlar bo'lgan payti endi maqsad mamlakatni rivojlantirish, aholi turmush darajasini yaxshilash bo'lyapti. Endi shunday vaziyatda bir qaror qabul qildi, lekin qilmasa bo'lmaydi u qarorni qabul qilmasa. Va u qarorga fuqarolar o'zining e'tirozini bildirdi. Yo'q, bu qarordan voz keching, bu qarorga ketish kerak yoki yengillashtirish kerak deyapti. Lekin uni voz kechib bo'lmaydigan qaror. Shunda hukumat siyosatchisi o'zining boyagi o'zi xohlagandek siyosatni yuritishda qanaqadir qiyinchilikka duch kelib qoladimi? To'g'rimi? Yoki bundan tashqari boshqa yana qaror qabul qilyapti, nimadirlar qaror qabul qilgan payt bu ham aholi manfaatiga zid kelyapti. Ya'ni aholi manfaatiga ayrimlarga to'g'ri kelmayapti. Ular ham o'zining e'tirozini bildirib chiqaversa va hukumat u qarordan ham voz kechsa, tasavvur qiling, hukumat qaror qabul qilyapti, davlatni rivojlantirish uchun aholi kelib o'z erkinligini bildiryapti, voz kechish bo'yicha talab qo'yibdi, hukumat voz kechyapti. Yana bitta qaror qabul qildi, yana fuqarolar kelyapti, yana voz kechtiryapti. Bunda hukumat rivojlanadimi? Davlat rivojlanadimi jamiyat? Yo'q. Demak, shunda hukumatning ayrim vakillari aytadi, yo'q deydi. Cheklov qo'ysak so'z erkinlikka, ular bizga kelib e'tiroz bildiravermaydi. Biz esa o'zimiz boyga xohlaganda boyga yaxshiroq siyosat olib boramiz deb turib shu gaplarni aytadi. Tushundingizmi? Ikkinchi tomon fikr ham o'zining to'g'ri tomonlariga egamikin? Siz ularning fikrini olib berishingiz kerak. Boshladik. Xo'p, ikkinchi tomonni ham bitta abzasdan boshlaysiz, tushundingizmi? Va endi buni ham boshlaganda bir chiroyli bir maqol bilan yoki qanaqadir bir hikmatli so'z bilan boshlasangiz to'g'ri, ya'ni go'zalroq chiqadi. Agar topolmasangiz yozmang shart emas. Hech qanaqa balga ta'sir bo'lmaydi bu narsani, tushundingizmi? Agar yozsangiz yaxshiroq bo'ladi. Esining o'qilish mantiqligi yaxshiroq bo'ladi. Boshladik, qarang. Ikkinchi tomon fikrni boshlaymiz. Har bir narsaning ikkita tomoni bo'lgani kabi, tushundingizmi? Qarang, maqol. Har bir narsaning ikkita tomoni bo'lgani kabi, yuqoridagi fikrga qarshi tomon fikr egalari ham bor. Ya'ni yuqoridagi fikr so'z erkinligini berishmidi, unga qarshi tomon fikrlar ham bor. Ya'ni endi qarang, boshlaymiz. Har bir narsaning ikkita tomoni bo'lgani kabi, yuqoridagi fikrga qarshi fikr bildiruvchi insonlar ham bor. Endi ularning fikrini yozamiz. Nima uchun ular bunday fikrlar? Chunki agarda hukumat vakillari, ya'ni bular asosan hukumat vakillari bo'lib deb qo'shib ketasiz. Bular asosan hukumat vakillari bo'lib, o'zlarining yuritayotgan siyosatiga aholining aralashuvi oqibatida ko'plab qarorlarning voz kechilishi va jamiyatning va davlatning rivojlanishining salgina kechikishini inobatga olgan holda va o'zlari mustaqil siyosat, xohlagandek siyosat yurita olmasligini hisobga olib, ular ma'lum bir cheklov qo'yish kerak deydi. Fikrini tushundingizmi? To'g'rimi bu fikr? Endi shunga mos bo'lgan bir dalil keltirasiz. Masalan, deysiz, Norvegiyada 2021-yilda hukumatning chiqargan bir qaroriga aholi o'z munosabatini bildirdi va bu qarorning voz kechilishini talab qildi. Natijada hukumat bundan qarordan voz kechmagani sababli, voz kechmadi hukumat, chunki rivojlanish kerak. Sababli hukumat hattoki ommaviy yig'ilishlar, mitinglar o'tkazib, hukumat binosigacha kirib borib, hukumat binosigacha kirib borib, boyagi qarorni oxir-oqibat voz kechtirdi. Ammo lekin biroq bunday vaziyat albatta qayerga chiqadi? Ommaviy axborot vositalariga, ya'ni internetlarga chiqadimi? Va bunday narsani butun dunyo ko'rgandan so'ng Norvegiya hukumatining obro'yi pasayishga olib keldi. Tushundingizmi? Ya'ni boyagi tasavvur qiling, hukumat u uyi. Sizning uyingizga biri bostirib kirsa, qanday sharmandalik bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday hukumatning uyiga oddiy fuqaro bostirib kelishi bu o'ta sharmandali holat bo'ladi hukumat uchun. Shuning uchun, demak, Norvegiya hukumati mana shu siyosat sababli salgina hukumatning obro'yi pasaydi. Demak, fikrga mosmi dalilimiz? Mos. Qarang, tushibdi. Demak, hukumatning mustaqil siyosat yuritishiga salgina to'sqinlik yoki xalaqit qilishi mumkin. Shuni ikkinchi tomon fikri. Bo'ldi. Demak, birinchi tomon fikrini ham o'zlarining asosiy fikrlari, dalillari bor. Ikkinchi tomonning fikrining ham o'zlarining to'g'ri va dalilli fikrlari bor ekan.
Endi xuddi shu ikki tomon fikr bo'yicha sizning shaxsiy fikringiz qanaqa? Siz u shaxsiy fikrni qanday yozasiz? Faqat o'zingizning fikringizni yozasiz. Dalil qo'llash shart emas. Tushunarmi? Dalil faqat birinchi va ikkinchi tomonga kerak bo'ldi. Shaxsiy fikrga dalil yozib o'tirmang. Dalil yozsangiz sizga hech qanaqa ball qo'shilmaydi. Shunchaki esingizdagi joyni o'g'irlab qo'yadi xolos. O'zingizning fikr yozishingiz kerak bo'lgan joyda anongizni o'g'irlaydi, joy o'g'irlaydi. Tushunarmi? Endi shaxsiy fikrni boshlaymiz. Xo'p qarang. Uni ham bitta abzasdan boshlaysiz. Endi boshlaymiz. Menimcha, tushundingizmi? Yoki mening fikrimcha. Demak, menimcha so'z erkinligi haqida gap ketganda albatta qarang, o'zingiz qaysi tomondasiz? Qarang, o'zingizni birinchi tomoningizni bilib oling. Siz birinchi tomonga yo'qlaysizmi, ikkinchi tomonga yo'qlaysizmi? Aynan bitta tomonga to'xtalasiz. Tushunarmi? Ham buni ham ma'qullab keta olmaysiz. Siz o'zingiz bu fikr bo'yicha qaysi tomondasiz? 1mi, 2mi aniq olishingiz kerak. Tushunarmi? Shunday mavzular bor. Ikkala tomonni ham bitta qilib yechim berganingizda to'g'ri bo'ladigan joylar bo'ladi. Ya'ni ikkala tomonni ham to'g'ri tomonlarni olib, mana shunday qilib ikkalasini birlashtirib qaror chiqarib bo'ladi degan joyga keladi. Unaqa mavzular juda kam. Lekin hozirgi mavzumizda bemalol bitta tomonni tanlasangiz bo'ladi. Tushunarmi? Chunki misol uchun xo'p qarang. Endi siz hammangiz fuqarosiz, to'g'rimi? Misol uchun men o'zim ham birinchi tomonning tarafdoriman. To'g'rimi? Siz hammangiz ham shunday bo'lsangiz kerak. Chunki sizga hukumatning siyosati uchun sizning erkinligingizni cheklashni xohlamasangiz kerak. Misol uchun men xohlamayman shu narsani. Shuning uchun, demak, shaxsiy fikrda qanday yozamiz? Menimcha, so'z erkinligi haqida gap borganda, albatta har bir insonning erkinligi o'zi uchun, ya'ni erkinligi kerak. So'z erkinligi ham insonning boyagi erkinliklaridan biri hisoblanib, eng muhim erkinlikdan biri hisoblanib, bunda fuqarolarga so'z erkinligi berish kerak deb o'ylayman. Chunki, qarang, nima uchun kerak? Endi qarang, mana bu shaxsiy fikringizni bergan, yozayotgan fikringiz, siz birinchi tomonni qo'llamoqchimisiz? Birinchi tomonni boyga aytmagan bo'lishingiz kerak. Siz boya birinchi tomonda yozgan gaplaringizni shaxsiy fikringizni umuman aralashtirmang. Boshqacha qilib yoritib berishingiz kerak. Tushunarmi? Endi boshlaymiz. Boya aytdik-ku, menimcha bu tarafga o'ylayman deysiz-ku, yoki so'z erkinligi berish kerak deb o'ylayman. Chunki mana bu yerga qaraymiz endi. Demokratik davlat tamoyillarimida agarda hukumat demokratik davlat tamoyillarini ilgari surar ekan, nima uchun fuqarolarga so'z erkinligi bermasligi kerak? To'g'rimi? Hukumat demokratik davlatni deyapman, ya'ni jahon hamjamiyatining oldida, hukumat demokratik davlat tamoyillarini ilgari suryaptimi shu siyosatni? Demak, fuqarolarga so'z erkinligini berishi shart. Agar mabodo jahon hamjamiyati demokratik davlat tamoyillarini ilgari sursa-yu, lekin amalda fuqarolarga bunday erkinligining cheklov qo'ysa yoki so'z erkinligi umuman cheklab qo'ysa, bunday davlat siyosati botoqlikka botgan hisoblanib, jahon hamjamiyati oldida ham juda ko'p joylarda boyga pand berish holatlari ro'y berib qolishi mumkin. Chunki bunday vaziyat hozirgi kunda internet rivojlanib ketgan, hukumatda bo'layotgan, ya'ni o'sha aholi orasida bo'layotgan qaysi vaziyat syomka orqali, video syomka orqali internetga qo'yilayotgan bo'lsa, buni jahon hamjamiyati ko'radi va jahon hamjamiyati oldida boyga hukumatning obro'yining pasayishiga olib kelinishi mumkin. Demak, men demokratik davlat tamoyillarida ilgari surilgan jamiyatning hukumati har doim so'z erkinligini fuqarolarga berish kerak tarafdoriman. Davom, shaxsiy fikringiz shu. Ya'ni aniq ayting, shunaqa bo'lganligi uchun berish kerak. Ya'ni boya aytdimizki, demokratik davlat tamoyillarini ilgari suryaptimi? Nima uchun so'z erkinligini bermasligi kerak? So'z erkinligi bu fuqarolarning shaxsiy erkinligi bo'layaptimi? Shuning uchun albatta 100% shaklda hech qanaqa cheklovlarsiz fuqarolarga so'z erkinligini berish kerak. Tushungan bu narsa? Bo'ldi. Endi shaxsiy fikr tugadi. Birinchi tomon, ikkinchi tomonni yozasiz va xuddi shu fikr bo'yicha o'zingizning shaxsiy fikringiz nima ekanini yozib berasiz. Bo'ldi. Demak, shaxsiy fikr asosiy qismi tugadi. Endi xulosa qismiga o'tamiz. Xulosa qism eng qisqa va lo'nda shaklda yozilsin. Va xulosa qismini siz qarang. Mana bunday boshlashingiz shart. Xulosa qilib aytganda deydi. Mana shu narsa jumla 100% bo'lsin har qanday joyda. Ya'ni xulosani yozmoqchimiz oxirida 5-abzasga abzas qo'yib, xulosa qilib aytganda yoki xulosa qiladigan bo'lsak, kimdirlar nima deydi? Nimadirlar boyga o'zidan yangi so'zlar o'rgatib qoldi. Muxtasar qilib aytganda, so'nggi so'z o'rnida aytganda yo'q, shart emas. Oddiy, tushundingizmi? Oddiy shaklda xulosa qilib aytganda bo'ldi. Nimadirlar qilib kashf qilishingiz shart emas. Xulosa qilib aytganda, endi yuqoridagi to'liq fikrlar bo'yicha mavzuni yopib beradigan xulosani qo'yishingiz kerak. Xulosa qilib aytganda,
demokratik davlat tamoyillarida, ya'ni demokratik davlat tamoyillarini ilgari surgan jamiyatda agar so'z erkinligi fuqarolarga berilsa, bunday jamiyatda fuqarolar ham, davlat ham birgalikda nima qilishi mumkin? Birgalikda yashab, siyosat o'z o'sha shaxsiy siyosatini olib borishi mumkin. Tushundingizmi? Kelishilgan holda siyosat olib borish mumkin. Demak, bu tamom. Xulosani yopib, esseni tugatasiz. Tushundingizmi? Mana shu. Endi esseda yana bitta kerak bo'lgan narsalar aytmasizga. Essengiz to'liq lotincha harfda yozish kerak. Lotincha harfda. Kirillcha alifboni aralashtirmang. Tushunib, umuman. Xo'p, yozilgan so'zingiz o'zbekcha so'zlarda bo'lsin. Tushundingizmi? Qanaqadir bir chet ellardagi boyga siz ko'chada hangomoqladigan gaplaringiz bor-ku. Dugonangiz bilan, jo'rangiz bilan kimlarni hangomoqladigan gaplarni umuman qo'shmasligingiz kerak. Tushunib, qo'pni tashqari esseda tinish belgilariga e'tibor berish kerak. Har qanday tinish belgi, ya'ni virgul, nuqta, tire, undoq, so'roq, qo'shtirnoq hammasi to'g'ri qo'yilishi kerak. Agar qo'yilmasa, balingiz mana shu aytgan narsalar bo'yicha balingiz tushib ketaveradi. Imloviy xatoga e'tibor berishingiz kerak. Imloviy so'zlarni hammasi to'g'ri yozishingiz kerak. Tushunarmi? Xato bo'lmasa kerak imlo bo'yicha. Va yozayotgan essengiz so'zlashuv uslubida bo'lmasin. Tushundingizmi? Publisistik uslubda bo'lsin. So'zlashuv uslubida bo'lmasin. Rasmiy uslubda bo'lmasin. Ilmiy uslubda bo'lmasin. Keyingi badiiy uslubda bo'lmasin. Faqatgina qanday uslubda? Publisistik uslubda. Tushunarli? Publisistik uslub bu ommaviy axborot vositalarida berilgan xabarlar bor-ku. Misol uchun hozirgi kunda jahonda bo'layotgan urushlar bor-ku. Eron, Isroil, AQSh urushlari, o'shanda jurnalistlar qanaqa xabar beryapti sizga? Qarang, rasmiyroq turgan shaklda boyga xabar beryapti. Siz ham xuddi shunday esingizda shaklda yozishingiz kerak. Tushunarlimi? Boyga aytganimizdek ortiqcha so'zlardan foydalanib qo'ymang. Xo'p, bundan tashqari esselaringizni to'liq 5 tarzda bo'lsin. Tushuningizmi? 5 tarzda bo'lsin. Va keyin yozayotgan qarang, mavzu bo'yicha o'sha mavzuga doir hozirgi bir leksik birliklardan qo'llang. Ya'ni misol uchun demokratik davlat, dunyo hamjamiyati, tushundingizmi? Erkinliklar, mana shunaqa bo'yicha qo'llasangiz, boyagi essingiz mantiqiylik oshib, balingiz ham ko'tariladi. Xo'p, bundan tashqari yana dalillar 100% bo'lsin. Ikkita tomonning fikri dalillar bilan asoslansin va qo'llagan dalilingiz vaziyatlarga 100% mos tushishi kerak. Keyin jumlalarning takroriyasini qo'llab qo'yavermang. Bu aytdimki men birinchi tomonda yoki ikkinchi tomonda yozgan fikringizni shaxsiy fikrda yozib qo'ymang. Shaxsiy fikrga boshqacharoq anonlar bilan fikrlar bilan topib yoritib berishingiz kerak. Tushunarlimi? Xulosa qismi xuddi shunday. Xulosa qismida ham yuqorida aytilgan gaplar takroriy bo'lib qolmasin. Ya'ni umuman fikr takrori uchramasin. Tushundingizmi? Mana shu narsa. Endi undan tashqari keyin bitta so'zni tez takror qilavermang. Ya'ni misol uchun so'z erkinligi. Ya'ni misol uchun bir tomonning fikrini o'zi yozganda 5 so'z erkinligini qo'llab qo'ymang. Tushundingizmi? Ja qo'ling ikkitagacha bo'ladi. Tushundingizmi? Ikkitagacha. Bitta qo'ldan zo'r bo'ladi, bitta qo'llasangiz, mayli ikkitagacha qo'llasangiz ham bo'ladi birinchi tomon fikrda. Ikkinchi tomon fikrda bitta qo'ling yetadi. Mayli vaziyat taqozo qilib qoldimi, ikkitagacha qo'llang. Shaxsiyda ham xuddi shunday. Shaxsiyda qo'llamasangiz ham bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, bitta so'zni takroriy shaklda ishlatavermasligingiz kerak ekan. Tushunarlimi? Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, boya aytganimizdek balingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun. Demak, tushunilgan narsalarni yozayotgan fikrlarni boyaga to'liq eng saralarini, eng zo'rlarini olib yozishingiz kerak. Shundagina esse balingiz siz kutgandek, siz xohlaganday bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Mana bu esse darsimiz edi. Bor. Kimda savol bor esse bo'yicha? Savol bering, tez. Madina, mos bo'ling.